kelinga qoidalar qo'yishni qachon to'xtatasizlar? Qachon qarama, kelinga mumkin emas, qiziga mumkin. Kelinga bloger bo'lish mumkin emas, lekin qiziga mumkin. Kelin gapirishi bu gap qaytarishi. Qizi gapirishi bu fikr bildirishi. Kelinga alohida yashash mumkin emas, lekin qizi alohida yashash kerak. Kelin bitta uyda tiqilib o'sirlar bilan yashash kerak, lekin o'zini qizi o'sirlar bilan yashash kerak emas. Kelinlarga xato qilish mumkin emas. Ular faqat sabr qilish kerak, jim turish kerak, ko'nikish kerak. Mayli hayot shunaqa ekanda yaxshi bo'lib ketar deb yashash kerak. Shunaqa qaynanalarning qiziga hamma narsa mumkin. Kuyovi qiziga narsa olib bersa, молодец bo'ladi. O'g'li keliniga narsa olib bersa, xotin quli bo'ladi. Qizi bir kun uyda mehmon kutsa, voy charchab ketgan bo'ladi. Kelini 10 kunlab mehmon kutsa ham hech nima qilmaydi. U kelin deyiladi. Qaynanalar shuni bilib olinglar. Kelin andan kelib qolgan odam emas, u ham kimnidir qizi. U sizlar uchun emas, o'g'lingizga berilgan Allohdan omonat hisoblanadi. Kelin sizlarning xizmatingiz uchun kelmagan. Kelin o'g'lingiz uchun kelgan. Kelinning bitta vazifasi erini, juftini, halolini rozi qilish, sizlarni emas. Qizingizga ravo ko'rmaganinglarni keliningizga ham qilmanglar.